Hurmatli abunəçilər, Bakuga bo'lgan guruh boyu turumuzda ko'pchilik odam qiziqib turibdi. Hozirdan joylaringizni zabt etib qo'yishingizni tavsiya beramiz. Nechun desangizlar, narxlar oshib ketadi. Aynan Navro'z bayramına doğru kelib turibdi. O'zim ro'zadan keyin bo'ladi. 22-martda ketinib, 25-martda qaytib kelinadi. Primoy Urganchdan reysda qo'yilgan. 1 soat 40 minut yetib borasizlar, 1 soat 40 minutda qaytib kelasizlar. Komfort bo'ladi. Xudo xolasa Ozarbayjon bo'yicha eng zo'r servisni taklif etamiz. Borganlaringizdan keyin sizni individual transferlar kutib olib, otelingizga joylashtiradi. Keyin zo'r komfortli mashinalarda ekskursiyalarga chiqasizlar. Hazratib, xullas aylanib kelsangizlar bo'ladi. Narxlar ham hozir zo'r chiqib turibdi. Odam boshiga 4.750 ming so'mdan 2 odamlik xonaga joylashish sharti bilan shuning chiqib turibdi. Gelasizlar, ko'rasizlar, yoqsa hozirdan zabt etib qo'ysangiz bo'ladi. Xohlasangiz otellarini kategoriyasini pasaytiradigan bo'lsak, narxlar arzonlidir. Yaxshiroq, komfortliroq otellar olaman desangizlar, narxlari qimmatlidir. Biz hozir o'rtacha sentrdagi otelni olib qo'yibmiz.